Bu mashinani faqat 3 ta odam haydaydi. Dunyodagi eng qimmat mashina Rolls-Royce Botsel. 100 foiz qo'lda yasalgan. Har birida 1800 dan oshiq detal ishlatilgan. Bitta mashinani yasash uchun 4 yil vaqt ketgan. Tasavvur qiling, bitta bola 4 yoshga kiradi. Bu yoqda haqiqiy kristal va marvarid changlari bilan qoplangan. Botsel ko'chma restoran, yaxta san'at asari. Orqa qismida esa haqiqiy restoran, kumush qoshiq, kristal idishlar, oltin stollar va eng asosiysi esa sensor orqali ochiladigan butterfly bagaji. Ichkarisida maxsus yog'och, oltin elementlar, eng nozik charm, musiqa esa jonli konsert darajasida. Xuddi Jennifer Lopez yoningizda kulayotgandek bo'ladi. Dvigatel V12 twin turbo 560 ta ot kuchi. Tasavvur qiling, 0 dan 100 gacha 5 soniyada chiqadi degani. Uning narxi hozirgi kunda Bugatti'dan ham oshib ketdi. 28 million dollar. Eng qiziq joyi, har bitta Botsel egalik huquqi Rolls-Royce arxivida umrbod maxfiy saqlanadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu 3 ta mashinaning egasi kim bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiring.